Assalomu alaykum Safar Shona shartli muxlislari. Mana xudo xolasa navbatdagi tabrigimizga yetib keldik. Navbatdagi tabrigimiz Yangiobod elida bo'lib o'tadi. Yangiobod elida xudo xolasa Zebar onamizni bir-biridan mehr muhabbatli farzandlari, Nodira qizlari hamda kuyovlari Ilyorbek akamiz nomlaridan chiroyli qilib tabriklaymiz. Shu yerda Jasur akamiz hamda Bekpashsha kelinoyimiz nomlaridan ham chiroyli qilib tabriklar xursand qilamiz. Qani endi sizlar bilan ichkaridagi xursandchilikni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat, ketdik. Tabriklaymiz Zebar onajonimiz, siz bo'lasiz. Mana bugun sizni xonadoningizga biz surpriz jamoasi bezovta qilib tashrif buyurishimizni asl sababchi insonimiz albatta onajonimiz, Zebar onajonimiz bo'ladi. Onajon, bu yerga kelishimizga kim sababchi bo'ldi deb o'yladingiz? Topingchi. Umrbo'yiga sizni tabriklaymiz sizni ham. Hamisha xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsa, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin Alloh. Kimning nomida tashrif buyurdik? Toping onajon. Sizni jondan aziz dunyolarga alishmas. Sizni qora ko'zingiz, qizingiz, albatta Nodira opamiz hamda kuyovingiz Ilyorbek kuyovingiz nomlaridan tashrif buyurdik. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Oltin boshingiz omon bo'lsin. 100 yoshlardan oshib biring. Xursandmisiz? Onajon, kutganmidingiz? To'g'risini ayting. Kutmagandingiz, a? Oltin boshingiz omon bo'lsin. Ular bizga aloqaga chiqdilar. Bugun kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz deganda ular aytdilarki, bizlar uchun dunyoda eng mehribon insonimiz onajonimizni tavallud ayyomlari. Onajonimizni bugun quvonchli kunlariga sherik bo'laylik, onajonimizni xursand qilaylik deya bizga aloqaga chiqdilar. Yana bir bora tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Onajon, ona tobiz qochmasin, dildan orom qolarkan. Uyimizda rayhonlar charchab suvsiz so'narkan. Ona tobiz qochmasin, menga qiyin bo'larkan. Kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotarkan. Ona tobiz qochmasin, kapgul menga qolarkan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Ona tobiz qochmasin, opam singlim og'rib qolarkan. Siqilganida ko'zlariga yosh olib yoningizda yotib olarkan. Jonim og'riganda shifokorim onam, dilim og'riganda sirdoshim onam. Ishim yurishganda quvonchim onam, ishsiz kunlarimda suyanchim onam. Kech qolsam tunlari uyqusiz onam, ertaga tark etguvchi qo'rquvim onam. Butun umr qalbimda sog'inchim onam, bu dunyoda borligim g'ururim onam. Tabriklaymiz onajon, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Ana endi shu onajonimizga yaxshi niyatlarni, tabriklarni bildiraman deb turgan mehmonlardan albatta yaxshi niyatlarni, tabriklarni eshitib qolamiz.
Qani marhamat, onajonimizdan eshitamiz, keling. Ana shu ukam bilan kelinim ham singlim. Ana shu Ziyojanni bugungi tavallud ayyomim bilan tabriklayman. Farzandlari baxtiga sog' salomat bo'lsin, hammamizning vaqtimizga sog' bo'lsin, hamisha o'ynab kulib yursin. Ana shu shunday tug'ilgan kunlardan yana ko'plab ko'rish nasib etsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Farzandlaringizning kamolini ko'rish nasib etsin. Uylaringizda hamisha shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Ana rahmat, yaxshi niyatlarga, tilaklarga qo'shilib qolamiz. Yana bir bora tabriklaymiz onajonimizni. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Shu farzandlar baxtiga sog' salomat yursinlar. O'tiringiz yarasha taxtga, erishing eng oliy baxtga. Ko'z tegmasin sizga ilohim. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Nurli yuzlaringiz g'amlik ko'rmasin. Kulgan ko'zlaringiz namlik ko'rmasin. Pok qalbingiz kamlik ko'rmasin. Bugungi shukrona kun barchangizga muborak bo'lsin. Qani endi yaxshi niyatlarni, tabriklarni eshitib qolamiz. Qani kelinglar, onajonimiz, keling marhamat. Rahmat, yaxshi niyatlarga qo'shib qolamiz. Keling akajon, sizdan ham tabriklarni eshitamiz. Xush kelibsiz, qani marhamat. Ziyojan, tabrikimiz. Yuzlarga kirib o'rgaysan. Quloqdan ten qartayjib, qulog'i qorimoq o'zima nasib etsin. Ortiq cho'liq suyug'ima nasib etsin. Hammamizga cho'nga yetirsin. Tabriklaymiz. Ana rahmat, yaxshi niyatlarga, tilaklarga qo'shilib qolamiz. Qani boshqa mehmonlar bormi? Qani keling marhamat. Yaxshi niyatlarni, tabriklarni yo'llab qo'yamiz. Divan, tabriklayman uka. Umrim uzoq bo'lsin, umr bilan teng yashab, yoshimiz o'tsadan qaraymagasizlar. Vaqtli bo'lgasizlar. Bog'alardan, aqlardan rayatini ko'rib o'tirgaysan. Ana rahmat, yaxshi niyatlarga, tilaklarga qo'shilib qolamiz. Keling akajon, sizdan ham eshitamiz tabriklarni. Shu quloqmog'i uzoq umr keldi, yuza sagirga bo'lib, keyin qatosh qo'yib, ortiq cho'lqa sevgi nasibga bo'layim. Quvonchli kunlar bizga shularga bir nasibga bo'layim. Uyda to'ylar bo'layim. Yaxshi kunlar kelib qo'ying. Ana rahmat, yaxshi niyatlarga, tilaklarga qo'shilib qolamiz. Keling akajon, sizdan ham eshitamiz tabriklarni. Xush kelibsiz, qani marhamat. Ata, ena, tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni, aqtiqlaringizni baxtidan sog' salomat bo'lib, katta to'ylar qilib nasib etsin hammaga. Jasurbeklardan sizlarga o'xshab farzandlarni to'y etib, farzandlarimdan nevara ko'rib yurgan vaqtimda ham o'zimda bosh bo'lib o'tmak nasib etsin. Tabriklayman, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ana rahmat, yaxshi niyatlarga, tilaklarga qo'shilib qolamiz. Qani qolgan mehmonlar yo'qmi? Onajonimizning dugonalari. Mehmonlar. Qanday kelinlaringizni eshitamiz? Yaxshi niyatlarni, tabriklarni. Mana shu kichik to'ylarimizda eshitamiz. Qani kelinglar marhamat. Kelinglar marhamat. Yoningda bo'lsalar ko'ngling to'larkan. Sen uchun jon kuyib ming bor bo'larkan. Osmonda farishta borligi biroz, yerdagi farishta onalar bo'larkan. Tabriklaymiz yana bir bora. Qamon xabar. Tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin.
Albatta quvonch ko'z yoshlari hech kim hech qachon g'amdan yig'lamasin aslo. Hamisha ko'zlarimizda quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlaringiz vaqtiga sog' salomat yuring ilohim. Yuz yoshlardan oshib yuring. Jasur aka, keling. Sizdan eshitamiz endi. Boshqa uzoq qarashtirmaymiz sizga. Ko'zimiz endi yo'g'aysiz. Dadam bilan pastiyalashib baxtli bo'laysiz-da. Baxtimizga sog' yuring opa. Ana rahmat, yaxshi niyatlarga qo'shilib qolamiz. Tabriklaymiz yana bir bora. Qani keling endi akalarimizdan eshitamizmi yaxshi niyatlarni, tabriklarni? Aytavsin. Keling marhamat. Tushuntiramiz. Ana rahmat, albatta yaxshi niyatlarni aytib qo'ydilar. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, onajon. Xursandmisiz onajon? Kayfiyatlaringiz zo'r-a? Albatta. Shu fursatdan foydalanib bir savol bilan yuzlansam-a? Ana Jasur akamiz turibdilar shu yerda. Onajonim, mehribonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Vaqtingizga sog' salomat yuring, 100 yoshlardan oshib yuring deya. Rizqonlarni qachon oxirgi marotaba aytganlar. Mehmonlarimiz bor ekan-ku. Keling otajon, egilmasin otamni mag'rur boshlari. Oqmasin onamni ko'zlaridan yoshlari. Iltimos o'zing bo'l fano. Otam bilan onaginamni asragin Alloh. Keling otajon, marhamat. Yaxshi shu ziyoja xizmat uzoq umr, keng davlat, ortiq cho'g'liq, yo'lg'an gurbutsiz nasib etsin. Men ham ko'rib bilmayman shuni Xudoyim. Men ko'rmasam uzoqman qolgan umri. Uzoq umr deyma qizim. Ikkinchi qarnimlar Xudoyim hamman. Yaxshi rahmat. Ana rahmat. Otamiz uchun chiroyli guldiroz qarsaklari bo'lsin albatta. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim otajon sizni ham. Mana shu kichkintoylarimizdan eshitmadik-da bir yaxshi niyatlarni. Qani kelinglar-da kichkintoylarimiz. Kelinglar. Qani onajonimizni tabriklab qo'yamiz. Jahongirmi? Ki Jahongir. Ki Jahongir. Ki. Ay malolay. Bizni tabriklayman deyman. Tabriklayman dey. She'rlarimdan birini aytib ko'raver. Tabriklayman. Yine. She'r bormi? Amar. Ayt she'r bo'lsa. Tashqarida izg'irib qor kuchaydi yanada. Qor bobo qor qiz bilan yetib keldi davraga. Ana rahmat. Tabriklaymiz. Qani shu kichkintoyimizdan ham eshitamiz. Ukajon ki. Qani bo'lmasa savolimizga qaytamiz-a, onajon. Qachon oxirgi marotaba aytganlar? Jasur akamiz. Bugun aytmaydilar. Bugun. Undan oldinchi. Shu yilda tuyg'onlarni bayramlarda tabrik qilamiz. Jasur aka, shundaymi? Isbot tariqasida hozir chiroyli tarzda baralla, onajon, sizni yaxshi ko'raman. deydi. Chiroyli qilib aytib qo'yamiz. Jasur aka marhamat. Opa, aytib kelaman, yana aytaman. Sizni eng yaxshi ko'rganim shu. Dunyoda yaxshi ko'rganim siz. Dadam ikimiz teng qardoshinglar. Sog' bo'linglar baxtimizga. Ana rahmat, qani onajonimizni quchib qo'yamiz-a? Ona o'ynasin davralarda. Qani marhamat.
qo'shiqlarimiz sizlar uchun davom qilib boradi albatta. Qani marhamat. Qani endi shu akamizning talablariga binoan xorazmcha bo'lib o'tadi. Qani marhamat. Hey! Hoş bulduk. Haydi şey. Hazır mı yenge konuşuyoruz sana? Hey! Yes!
Qani endi o'yinimizni to'xtatib qo'yamiz, Umurboy akamiz endi qizishtirar. Qani farzandga duo qilamiz. Qani bakalım. Hey! Umurboy aka ketib qolishi yo'q. Şeklinde varıp Umurboy akamiz bilan duet ketadi endi. Hey! Qani Umurboy aka. Qani endi shu talablarga binoan janzi bo'lsin ha. Qani bakalım. Qani qizdirmaymiz. Qani yaqindan jo'shib o'ynaymiz ha. Qani ketdik. Let's go. Hey!
Boshingda sindir yig'lar, yuragingda kimdir yig'lar. Gapirmaysan, gapir jonze, 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 jonze. Meriyasi masti, masti Hali qo'shiqlar sizlar uchun bo'lib marhamat. Qani talablariga binoan qo'shiqlarimiz shu Jasur akamizning talablariga binoan. Qani marhamat. Jonim Rizo Qo'seloxin. Onajon tabriklaymiz yana bir bora. Qani endi mana shuncha o'yin kulgu zo'r bo'ldi. Albatta bugun xursandchilik kunimiz. Yana bir bora tabriklaymiz. Rizo Qo'seloxin. Onajon xursandmisiz? Muhimi. Albatta kayfiyatlaringiz zo'r. Taassurotlar qanaqa onajon? Kutmagandingiz a? Albatta sizni qizingiz Mo'g'lardan tashrif buyurdi-a. Mana shu qizingiz bilan ancha gaplashib o'tirdik. Ular aytdilarki, bizani onajonimiz 9 oy qornida ko'tarib to'lg'oq dardini yutib, bizni dunyoga keltirdilar. Shu paytgacha onajonimizga, dadajonimizga hech bir quvonch ulasha olmagan ekanmiz. Mana bugun onajonimizni xursandchilik kuniga sherik bo'laylik, onajonimizni bir xursand qilaylik dedilar. Albatta onajonimizni yaxshi ko'ramiz. Har kuni yaxshi ko'rishimizni aytgimiz keladi, lekin bir nima to'sqinlik qiladi. Albatta bugun shu yaxshi ko'rishlarimizni yetkazing. Albatta onajonimizni yaxshi ko'ramiz. Vaqtimizga sog' salomat yursinlar. Dadajonimni ham yaxshi ko'raman. 100 yoshlardan oshib bersin dedilar. Vujudida o'zi bilan olib berib 9 oy. Qora sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardan ona kabi bilmas hech kim qo'ynahoy. Ona bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Ota bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Yo'llarimga ko'zlar tikkan ona yezorim. Har kun to'yingda duo qilgan mehribon. Bizlari oy farishtamu sajdagohim. Bugun sizga rahmat aytay onajonim. Bugun sizga rahmat aytay dadajonim. Qo'li qadoq mehnatlarda qiynalgan otam, o'zi yemay bir luqmani ilingan otam. Gezi kelsa yerda kiyib bizni putlagan otam. Davlatimiz siz, boyligimiz siz, sabrli otam, jannatimiz siz, mehribonim, onajonim dedilar. Tabriklaymiz, bor qarsaklari bo'lsa-da. Rizo Qo'seloxin, oltin boshingiz omon bo'lsin. Shu farzandlar baxtiga sog' salomat yuring ilohim. 100 yoshlardan oshib bering. Farzandlaringiz sizlar bilan ancha faxrlanadilar. Albatta, hech bir farzanddan kam qilmadilar. Biz dunyoda yaxshi farzand emasdirmiz, lekin dunyoda eng yaxshi ota-ona bizlarni ota-onamiz albatta dedilar. Tabriklaymiz, umringiz sog' bo'lsin. Sizga atalgan chiroyli syurpriz sovg'alarimiz bor. Sovg'alarimizni olib kelamiz-a? Qizingiz nomidan. Albatta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Yaqinlar, tabriklaymiz. Rizo Qo'seloxin. Qani rahmat.
o'zlarida ishlaylikda, yaxshi niyatlarni, tabriklarni, marhamat. Shu kelgan mehmonlarni minnatdorchiligingiz bor albatta. Yaxshi niyatlaringiz bor. Marhamat, eshitib olamiz sizlarni. Meni tabriklab kelgan hamma yaqinlarimga kattadan katta rahmat. Hammangizning ham yumshoqim shunday quvonchli kunlar ko'p bo'lgan. Hamma nun yeyotgan bo'lsa yetishib yursin. Qizim ham, o'g'lim ham yemalayotgan bo'lsa murodini yetsin. Xudoyim baxtimizni sog' yursin. Hammamiz ham bolam jahon deb yuramiz. Xudoyim sog'lig'iga hech kim bolam nimaligini ko'rsatmagan. Xudoyim sog' yurgan shu baxtim ham. Ko'zim ochib ko'rgan bog'larim. Xudoy taolo sanab berdimi, silab berdimi, umr bilan bergan bo'lsin hammasini. Xudoyim baxtli bo'lganlarni birda ham ko'rib ekanmiz. Yaxshi kunlarni ko'rmak nasib etsin. Rahmat. Rahmat. Yaxshi niyatlarga qo'shilib qolamiz, albatta. Albatta, onajon. Sizlar ham baxtini ko'rgaysizlar, bog'laringizdan. Aytganingiz kelsin. 100 yoshlarga yetib birgaysizlar. Aytganingiz kelsin, onajon. 60lardan oshib 70larga yetib 80dan sakrab 90 bilan to'qnashib o'tirganingizda ham umrbo'y otamiz bilan birgalikda albatta qadrli gashtini surib shu farzandlar rohatini ko'rib berish nasib aylasin Alloh. Otajon, endi sizni eshitaylikda, keling. Marhamat. Bizlar silab kelgan shu qarindoshlarga hammasine rahmat aytamiz. Shu ziyarətlar turmush o'rtog'im uzoq yash bersin. Shu bolalarning xatlarini ko'rib o'tsin. Bolasiga ham rahmat. Bundan baxtli bo'lma. Tabriklayman farzandlarimni. Rahmat. Rahmat. Bir qarsaklar bo'lsa otamiz uchun. Nabirali bo'ldingizmi? Tabriklaymiz, ko'zingiz oydin. Umri bilan bergan bo'lsin Alloh. Tabriklaymiz. Otajon, onajonimizni bir xursand qilib qo'ymadingiz-da. Bugun quvonchli kunida bir yaxshi ko'raman deb qo'ymadingiz. Qani marhamat, Yaxshi ko'raman seni. rahmat. Qo'shib qolamiz. Qani endi shu onajonimizga atalgan 4 shilliklarni kesib yaqinlar bilan baham ko'ramiz. Qani marhamat, hayotingiz 4 shilligidek shirin bo'lsin ilohim. Tabriklaymiz. Qani marhamat, yaqinlar bilan birgalikda. Onajonimizga to'shliklarni yedirib qo'ying-da. Qani marhamat. What, man?
oilaga qaraydi. Bugun xursandchilik kunimizdan foydalanib, albatta eslarga rasmlarga tushib qo'yamiz. Har marhamat tarixlarga muhrlab qo'yamiz. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning